Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin kanun nizamlarına riayet qilamiz. Devletning planliq tug'ut siyosatiga qattiq rioya qilamiz. Bir xotinlik tuzumning jamiyat amalligining o'l teshi ekanligiga qat'iy ishlaymiz. Bu xil tuzumni yaxshi ko'ramiz va hurmat qilamiz. Uning izzat hurmatini qo'llaymiz. Yashaganlarni beqish mas'uliyati va farzandlarni tarbiyalash mas'uliyatini ado qilamiz. Ilm-fanga cho'qinib, diniy asabiylikka va xurofotlikdan yiroq turamiz. Hozirdan boshlab o'yinish bizga yuklangan mas'uliyat va majburiyatga o'rtoq ustimizga olamiz. O'zaro hurmat qilib, o'zaro ishnab, o'zaro yo'l qo'yib, o'zaro hamdardli bo'lib, bir umr bir-birimizni umrvoyat chinimizda yaxshi ko'ramiz. Amdi yigitni so'z qilish Amdi qizni so'z qilishga taklif qilamiz.